Yaxshi qiz 3 million so'm oylik to'lov bilan 7 o'rindiqli crossover xarid qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Jetour X70 avtomobilida buning imkoni bor. Jetour X70 katta oila uchun yaratilgan zamonaviy va qulay avtomobil. Jetour X70 katta oila uchun yetarlicha joy taklif qiladi. Uzoq safarlarda ham, kundalik hayotda ham har bir yo'lovchi o'zini qulay his qiladi. Avtomobil zamonaviy qulaylik va texnologiyalarga boy. Katta sensorli multimedia ekran, panoramli luk, kamera va parktroniklar, konditsioner va iqlim nazorati, multirul va kruz nazorat. Siz va oilangiz uchun yuqori darajadagi xavfsizlik, bir nechta xavfsizlik yostiqchalari, ABS va ESP tizimlari, mustahkam kuzov va barqaror yurish. Avtomobilda 1,5 litrli turbo dvigatel o'rnatilgan, yoqilg'i sarfi esa o'rtacha 7 litr. Eng asosiysi avtomobil juda ham hamyonbop. Jetour X70 avtomobilini atiga 3 million so'm oylik to'lov bilan avtokredit yoki o'z narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovlar haqida ma'lumot olish uchun izohlarda Jetour so'zini yozib qoldiring yoki ushbu raqamlar bilan bog'laning.